Lekin bizning farqimiz buni sostavida, ya'ni sostavida tilla bilan turmalini bor, yana ortga magniti bor. Nanotexnologiya mana pechatlari bu original. Lekin shuni falsifkalari ham chiqqan, ehtiyot bo'linglar. O'zi stelkani o'zi materialni o'zi davolaydi, ya'ni materialni o'zi davolaydi. O'shancha qanaqadir modda bo'lgan, lekin bizga uni aytilmaydi, sekret. Agar u moddasini ham aytsa, uni hamma chiqazadi. O'shancha farqi bor. Mana shu tochkalarni ko'ryapsiz. Mana shu tochkalar hammasi qon tomirlar butun organizmimizga anaqa mikrosirkulyatsiya qiladi. Butun organlarimizga impuls beradi, massaj beradi. Mana o'zi anatomический skeletimiz oyog'imiz shunaqa bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsiz. Даже mana shuni 2-3 oyda o'sha davolanganlar bor o'sha bizda bor shunaqa rezultatlar. Valguslar bo'ladi mana bu to'g'rimi? Mana shu stelkani kirganingizda o'sha saz g'o'dangiz ko'tariladi. Plastoskopiya bo'lganda позвоночникda qiyshish ketadi, qon tomirlarda qiyshish ketadi, limfalarimizda засорение bo'ladi, grijjalar boshlanadi, artrozlar, artritlar, hatto qon shunaqa davleniyalarimiz ham o'zgaradi. Saharni diabetlarda ham mana kishyapti, rezultatlar sahari oshmayapti, deyishyapti. Qon tomir buni kelganda o'sha g'o'dangiz ko'tariladi, ko'targandan keyin o'sha позвоночник выпрямляться qilishni boshlaydi. Выпрямляться qilgandan keyin o'sha qon tomirlarimizdan, limfalarimizdan, nerv tomirimiz hammasi tekslanadimi? O'sha miyamizga ham kislorodni yaxshiladi, qon tomirlar, hamma organlar oziqani qayerdan oladi? Qon tomir orqali oladi. Chunki oyoq kiyimimiz ichida mana shunaqa supinator bo'lishi kerak. Qimmat oyoq kiyimlarda bor supinator, lekin uning ham imkoniyati yo'q. Undan ko'ra mana shu bitta supinatorni sotib oling, hamma krossovkaga ham qo'yasiz, etikka ham, mana shu makasinaga ham qo'yib ketaverasiz.